PUBG Mobile'ga tez kunda qo'shiladigan Premium Case, Royal Pass, Bonus Pass va Ultimate Ruletka ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz. 20-iyul kuni o'yinga yangi Premium Case qo'shiladi. Unda shu ko'rinishdagi mifik kostyum olishimiz mumkin. Case'dagi kuchaytiradigan qurol esa AKM kamuflyaj ajdar skini bo'ladi. Bu skin uchun Turu 5 versiyada effekt poppadaniya va jamoat translyatsiyasi qo'shildi. Ko'rinishi emas, chiroyli AKMlardan bittasi. Xullas 20-iyul kuni case kelganda akkauntingizga tushirib olishingiz mumkin. Yangi Royal Pass esa 16-iyul kuni ertalab 7:00 da qo'shiladi. Birinchi RPda shu legendarni setni olamiz. 20-RPda esa shlem, 40-RPda esa chiroyli mifik. O'g'il bildi ham, qiz bildi ham chotib turadi. 50-RPda Karyak snayper uchun kuchaytiradigan skin olamiz. Bu esa uni kilchati. 60-RPda ryukzak, 70-RPda esa Mirado uchun chiroyli skin olishimiz mumkin. 90-RPda Skarel, 100-RPda esa shu qizlarda mifik kostyumi bo'ladi. Ko'rinishi emas, yoz mavzusiga mos qilib ishlangan. Bonus pass esa 14-avgust kuni qo'shiladi. Unda ham qizlar bob chiroyli kostyum, kuchaytirilgan QBZ va UAZ uchun skin olamiz. Ultimate ruletkalarga keladigan bo'lsak, 12-iyul kuni Naruto Ultimate'ni obmen bo'limida qonli choshgoh ruletka skinlari qaytadi. Bu ultimatimizga ham qurolsiz va qurol bilan maxsus stoyka qo'shishgan. Ko'rinishi juda ham chiroyli. 26-avgust kuni esa ikkinchi ultimate ruletka qo'shiladi. Unda shu kostyum va kuchaytiradigan M762 skini keladi. Aynan shu ultimate ruletkani obmen bo'limida esa ko'pchilik kutayotgan g'azabdor Neptun ruletka skinlari qaytadi. Undagi suvli M416 skin uchun qo'lga olish animatsiyasini ham qo'shishgan. 26-avgust kuni 3 ta jeton evaziga suvli M416 ni olib olishingiz mumkin. Xullas, bizni kutayotgan yangilik shundan iborat. Bu ruletkalarda